Termiz shahrida prezident maktablariga o'qishga qabul qilishning ikkinchi bosqichi imtihonlari bo'lib o'tdi. Bilimlar bellashuvining hal qiluvchi bosqichida viloyatning eng iqtidorli o'quvchilari o'z bilim va salohiyatini namoyon etdi. Ikkinchi bosqich sinovlari xalqaro baholash standartlari asosida tashkil etildi. Imtihon jarayonlari ochiq, shaffof va adolatli o'tishi uchun barcha zarur tashkiliy choralar ko'rildi. Joriy yilda viloyatimiz bo'yicha umumta'lim maktablarining 4-sinfini tamomlagan 4356 nafar o'quvchi prezident maktabiga o'qishga kirish uchun dastlabki saralash bosqichida ishtirok etdi. Saralash natijalariga ko'ra eng yuqori ko'rsatkichlarni qayd etgan 480 nafar iqtidorli talabgor ikkinchi bosqichga yo'llanma oldi. Ana shu o'quvchilar Termiz shahridagi Surxon sport majmuasida tashkil etilgan ikkinchi bosqich imtihonlarida nomzodlar sifatida 16 ta guruhga bo'lingan holda matematika hamda ingliz tili fanlaridan test sinovlarini topshirishdi. Bugun prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan prezident maktablariga qabulning ikkinchi bosqich sinovlari ochiqlik, adolatlik va shaffoflik tamoyillari asosida o'tkazilmoqda. Har bir o'quvchiga bilimini xolis namoyon etishi uchun teng imkoniyatlar va zarur sharoitlar yaratilgan. Ikkinchi bosqichda o'quvchilarimiz matematika fanidan tanqidiy fikrlash va muammoni yechish bo'yicha 40 ta topshiriqni, ingliz tili fanidan grammatika va matn bilan ishlash bo'yicha 40 ta topshiriqni bajarishadi. Talabgorlarga ikkita fan topshiriqlarini bajarish va javoblar varag'ini belgilash uchun jami 130 daqiqa vaqt beriladi. Barcha bolajonlarimizga omadlar tilaymiz. Imtihon jarayonlari xalqaro baholash talablari asosida tashkil etildi. Har bir auditoriyada belgilangan tartib-qoidalarga qat'iy rioya qilinib, barcha ishtirokchilar uchun teng shart-sharoitlar yaratildi. Jarayonlarning shaffofligi va xolisligini ta'minlash maqsadida imtihonlar mas'ul mutaxassislar, kuzatuvchilar hamda tashkilotchilar nazorati ostida o'tkazildi. Bu esa har bir nomzodning bilimi adolatli va xolis baholanishini ta'minladi. Men birinchi bosqich imtihondan muvaffaqiyatli o'tganim uchun mana ikkinchi bosqich imtihoniga kirib chiqdim va imtihon hozir yakunlandi. Xonalar salqin edi va matematika, ingliz tili test savollari tushadi. Matematika va ingliz tilidan muvaffaqiyatli yechdim. Men o'ylaymanki, prezident maktab o'quvchisi bo'la olaman. Ma'lum qilinishicha, ikkinchi bosqich natijalari imtihon o'tkazilgan kundan boshlab 30 kun ichida Cambridge xalqaro tashkiloti tomonidan e'lon qilinadi. Yakuniy natijalarga ko'ra hududlardagi prezident maktablariga 24 nafardan, respublika bo'yicha esa jami 336 nafar eng munosib o'quvchi qabul qilinadi. Prezident maktablariga saralash jarayonlari iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularning bilim va salohiyatini xalqaro mezonlar asosida baholash hamda mamlakatimiz ta'lim tizimi uchun munosib kadrlar zaxirasini shakllantirishga xizmat qilmoqda.